mijozlar Agrobank Antapaxtash filialining hokimiyat binosida bank mijozlari, fuqarolar va tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazish belgilangan. Uchrashuvimizdan asosiy maqsad tadbirkorlik boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga tadbirkorlikni o'rgatish, kredit ajratish, tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizga tadbirkorlikni kengaytirish uchun kreditlar ajratishdan iborat. Bundan asosiy maqsadimiz ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, ularning daromadini oshirish, tumandagi ishsiz fuqarolarning daromadini oshirishdan iborat. Kimda kredit olmoqchi bo'lsak, tartiblar bo'lsa bemalol ishlaymiz. Men G'uriyev Sherzodman. Unda chorvachilik yo'nalishi bo'yicha prezidentimiz 312-sonli qaroriga asosan 240 million so'm kreditga ehtiyojim bor. Agar imkoniyat bo'lsa, ajratib bersa so'rayman. Chorvachilik yo'nalishidan 100 milliongacha demak garovsiz bo'ladi, sug'urta bo'ladi. 100 milliondan 300 milliongacha garov qo'yiladi. Biz 140 million garov qo'yamiz. Hujjatlarni topshirasiz, qonunlarni ko'rib chiqamiz. Shuna. Bizlar o'sha davlatdan o'yinlar topshirmoqda. Biz 2023-yil dehqonchilik xo'jalik ishlayapmiz. Shuni prezidentimiz 200 son qarori asosida chorvachilikka 100 million so'm kredit so'raymiz. Bor, avvalroq 20 million bor. Dehqonchilik. Hujjatlarni topshirasiz, qonunlarni ko'rib chiqamiz. Demak, boshqa ko'radi. Takliflarimizni bemalol ishlaymiz. Hammasi yig'ilishimizda yakunlaymiz. Hammaga rahmat katta. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.